Erkavon. Erkavon. Akula do'stlar. Oha! Oha! Akula matata. Baraka yerga qiziq. Hammaga goodbye, men o'rmonimga qaytib ketyapman. Sog' bo'ling. Astana. Cho'tka Assalomu alaykum. Xullas kalom biz Astanaga kelib oldik. Bu yoq biz o'ylagandan sovuq ekan, sal yengilroq kiyinib kelgandik. Atak kayfiyat zo'r. Sovuq bizani kayfiyatga ta'sir qila olmayapti. Normal sovuq ekan lekin. Konstitutsiya bayrami ekan. Xullas bugun hamma yig'ilib, ko'chaga chiqib konsert bo'layotgan ekan, shaqa ketyapmiz. Hozir gazini beramiz. Qozog'iston, O'zbekiston bir to'g'on. Bizlar do'stmiz. Normal radio. Lider Qozog'iston lider. Qozog'iston bunaqa chiroyli bo'ladi deb o'ylamagandim lekin. Juda ham chiroyli joylari bor ekan Qozog'iston. Juda ham chiroyli ekan, sovqatyapman. Hali uylanmaganman, to'g'ri tushuninglar. Prosta bomba. Astanani sevdim borim. Bekzod Sattarxonov. Bugun bularni mustaqillik kuni ekan, mana qo'shiqlar bo'lyapti. Aybi, bu знаешь, bu aybi. Olimpiya chempioni Bekzod. Mana solar nima? Elanib Qozog'istonga. Universitetda bo'ladi. Bu universitet. Elbasning OBS xasida bo'ladi. Dahshat. Ha, qara kamera qo'yib qo'yibdi, bizga o'xshaylar befarasatlar kelmasin deb. Qozog'iston bayrog'i ham chiroyli, jo'ra. Bilasan? Ko'rishlari mumkin. Manzara prosta bomba. Bomba ya. Assalom. 29-oktyabr Oktagon Liga yonadi prosta Saturn Tyson. Pойдёшь? Assalomu alaykum. Ha? Qozog'iston, assalomu alaykum. Xullas, bugun bayram, bizlar kelganmiz. Qozog'iston xuddi bizning ikkinchi uydek bo'lib qoldi. Maza qilib, bu yoqda aylanyapmiz. Lekin sharoitda gap yo'q, toza. Ayniqsa borki, kirmas ekan borki. Kirmas. Toza hamma joy. Hamma kurtka issiqini kiyib olgan, bizlar O'zbekistondan bir yuqa kiyinib kelganmiz, sog'orib ketdi, ko'zimni chiqizarib ketyapti. Oxir bahar bo'lsa 3 kundan keyin jangda burun oqib o'tirmasa bo'ldi chiqilib. Hamma cho'tki bo'ladi. Boya keldik, boyga. Qachon bo'ladi to'y? 29-da. 29-da? Ha. Assalomu alaykum. Borasizmi? 29-da? 29-da. Boramiz. Erka bo'lan sen, это Saturn. Ya. Assalomu alaykum. Bilan shaxsmi? Yaxshi, rahmat, o'zi yaxshi. Jon sog' bo'lsin, umrlaringiz sog' bo'lsin. Bo'la. Mana aka. Navchatsamanga. Bor. Erkavon. Erka bo'lan. Hali ko'rsatamiz. Ha? Хороший боец. Хороший боец, erka bo'lan. Хороший человек, хороший боец. Молодец. Ya jursizlar bu yoqda? 29 boy, есть. Voy, mashallah. Bular ham xuddi o'zimizdek-da, oshna. O'zbeklar bilan qozoqlar bir xil. Do'stlar, xullas kalom bir narsasiga qoyil qoldim. Mana bu yoqqa dom qurilganda, meniki. Mana bu yoqqa dom qurilgan, azon eshitilib turadi, masjid ko'rinib turadi. Bekorga bunaqa o'ylab topilmaydi. Zo'r qurgan ekan. Mana shu dom menga yoqdi. Uyim bo'lishini xohlardim shu yoqda. Xudo xolasa olamiz. Qozog'istondan uy olamiz inshaalloh. Boyib ketaman. Yo'q, Qozog'istondan uylanmayman. Bitta xotirim bilan O'zbekistondan bitta xotirim bilan o'zbek qiz olaman. Lekin bu yoqdan ham oilamiz bilan kelgani. 9 asrdan oshiq narsa shu joygacha kelgan. Alhamdulillah, musulmon bo'lganimga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Sumka bu, do'stim sumka bu. Baliq kabi qolsa, baliq kabi qolsa. Akula. Akula do'stlar, akulani ko'ringlar. Akulani qaranglar kattaligini. Birinchi marta bunday baliqlarni ko'rishim akalar. Birinchi marta bunday baliqlarni ko'rishim. To'g'ri yeb jish kerak. Egab yeb. Qizlar mazza qilib yoqasadi. Wow. Birinchi marta kelishim bor-ku ana joyda. Endi manzarama keldim. Endi chiroq tachib qo'ymayman. Mana qaranglar, manzarani qaranglar. Sumka bu degan joy mana shu yer bo'ladi. Qarabsiz. Muzlik davriga xush kelibsiz. Endi pulim ko'p. Endi pulim ko'p. Oha! Oha! Mana nima edi bu odammi? Do'stlar, mana shu ko'ryapsizlarmi akalar? Odam sizni ko'rib ko'chada. Ha, odam ichida yuribdi.
Sharmanda yeri yorilmay yerga kirib ketmadi. Men tanimayman buni. Ana qara привет deydi, ana qarasang привет deb aytadi. O! Akula. Akula. Akula matata. Mandan ham sher kirib kelyapti. Nima bor ekan sherga qiziq. Qo'rqib ketman ana odamga o'xshab qarab tursa. Ana nima edi bu? Oho. Birinchi chiqqanim esingizmi? Hammaga goodbye, men o'rmonimga qaytib ketyapman. Ortiq men uyimga qaytyapman akalar. Hammaga sog'lik, omonlik, va kimlardir xabar qilgan zamondan. Goodbye.